Osmonni kesib o'tuvchi yo'l, o'lim va hayot chegarasi. Bu yo'lga qadam qo'ygan inson uchun ortga qaytish degan narsa yo'q. Bir qadam oldinga yashash, bir qadam ortga yo'q bo'lish demakdir. Bu dunyodagi kuch faqatgina tashqi qudrat bilan o'lchanmaydi. Haqiqiy kuch yurakdagi qat'iyat va sinmas iroda bilan belgilanadi. Kimki taqdirni bosimiga chiday olsa, kimki yolg'izlik va azobga dosh bera olsa, o'sha inson haqiqiy kuch egasidir. Yo'l boshida u oddiy inson edi. Uni hech kim tanimasdi. Hech kim uni kelajagiga ishonmasdi. Ammo u o'ziga ishondi. Aynan shu ishonch uni oxirigacha olib bordi. U yiqildi, lekin sinmadi. Yaralandi, lekin chekinmadi. Qon to'kdi, ammo irodasi so'nmadi. Har bir og'riq uni yanada mustahkam qildi. Dushmanlari ko'paygan sari uni yuragi sovuqlashdi. Rahim, shafqat asta-sekin yo'qoldi. O'rnini esa sovuq aql va qat'iy qarorlar egalladi. Bu yo'lda u ko'plab narsalardan ayrildi. Do'stlaridan, ishonchdan, hatto insoniylikdan ham. Ammo u to'xtamadi. Chunki u yaxshi bilardi, agar shu yerda to'xtasa hammasi behuda bo'lishini. Osmon irodasi unga qarshi edi. Taqdir uni sinardi, ammo u osmonni tan olmadi, taqdirga bo'ysunmadi. U o'z yo'lini o'zi ochdi, o'z qonini narx qilib, o'z hayotini garovga qo'yib yurdi. O'lim unga bir necha bor juda yaqin keldi. Har safar u ko'zini yumib yana oldinga yurdi. Chunki qo'rquv eng katta zaiflik ekanligini bilardi. Vaqt o'tib uni nomi og'izdan og'izga o'ta boshladi. Uni dushmanlari la'natladi. Kuchlilar undan ehtiyot bo'ldi, zaiflar esa uni umid deb bildi. Ammo u bularni birortasiga ahamiyat bermadi. Unga faqat bitta narsa muhim edi: yo'lni oxiriga yetish. Bu yo'l qon bilan sug'orilgan, jasadlar bilan to'shalgan edi. Ammo u orqaga qaramadi. Chunki u bilardi, agar osmon yo'lni to'sib qo'ysa, u osmonni yorib o'tadi. Bu bitta inson hikoyasi emas. Bu taqdirga qarshi chiqqan irodalar haqida qissa. Bu sinmagan iroda, egilmagan bosh va oxirigacha borgan yo'l haqida hikoya.